Bugun necha saqingiz bir odamlarga aytib qo'yapti. To'rga tushdi. Mana kim kasal bo'lsa kelinglar, qo'rqmanglar. Menga o'xshab qo'rqmanglar, kelinglar. Hammalaring qildiringlar. Mana 3 kunda Xudoga shukr men yaxshi bo'lib qoldimmi? 2,5 yil avval sag'ir bo'lganingizni eshitgan. Shunaqami opa? Ha, eshitganman. Farg'onadan keldingiz endi Andijonga shu darddan xalos bo'lish. Bugun operatsiya bo'lganingizga necha kun bo'ldi? 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'ldi. Operatsiyadan oldin sag'iringiz necha chiqardi? 16, 17, даже 20 gacha ko'tarilardi. 20 gacha ko'tarilgan. Dorilar ichib yurarmidingiz? Ha, ichardim dorilarni. Endi giyoh ham ichib ko'rgan bo'lsangiz kerak, 2,5 yil ichida. Ko'rganman, choylarini ichib ko'rganman. Hamma narsa qilib ko'rdingiz. Ko'rdik, tushmadi. Oxiri shu ishingizni Instagramda ko'rib qoldimmi? Men 6 oy kuzatdim ishingizni. Kuzatib, nima deydi? Harakat qildimda kelishga. Va kelib, Xudoga shukr, mana qutuldik. operatsiya o'tkazdingiz. Bugun necha saqingiz bir odamlarga aytib qo'yapti. To'rga tushdi. 4 ga tushdi. Operatsiyadan 3 kun o'tdi xolos endi. 3 kun o'tdi. Endi ishonyapsizmi saqir davosi borligiga? Kelinglar, qildiringlar. Doktorlar hammasi yaxshi ekan. Men o'sha Moskvadan keldim. Kelib qilinglar, zo'r ekan doktorlari ham, qizlari ham, hammasi, hamshiralar, vrachlari ham hammasi yaxshi ekan. Вообще men довольныda. Ishlarimni rivojini bersin. Mana kim kasal bo'lsa kelinglar, qo'rqmanglar. Menga o'xshab qo'rqmanglar, kelinglar. Hammalaring qildiringlar. Mana 3 kunda Xudoga shukr men yaxshi bo'lib qoldimmi? Sizga ham katta rahmat doktor. Opamda hozir baxt ko'z yoshlari, chunki 2,5 yil saqiri 16-17 dan tushmasdan yurgan, dorilar qabul qilgan, reklama qilinayotgan giyohlardan ichib ko'rgan, hamma narsa qilgan. Oyoqlarimda og'riq bo'lardi, bugun uka og'riqlar yo'qoldi deyapti. Yo'q, og'riqlar yo'q, hammasi zo'r. Og'riqlar yaxshi, mana bemalol yuribmiz, mana ichyapmiz, choylarni, naqalarni ichyapmiz, hammasi yaxshi. Qandli diabetning ikkinchi tipini davosi bor. 1995-97 yillarda Amerikada boshlangan bu operatsiya hozirgi kunda O'zbekistonga yetib kelgan va mana 4 yilki Andijonda sihat klinikasi bu operatsiyani o'tkazyapti. Agar sizlarga ham konsultatsiya kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning. Sizga bu operatsiya to'g'ri keladigan bo'lsa, ko'rsatkichlar to'g'ri keladigan bo'lsa, albatta sizlarga ham yordam beramiz va sizlar ham qandli diabetdan shifo topasizlar.